Demak, hurmatli o'quvchilar, Qizil Merfening 1-unitida to be haqida ma'lumot olamiz. To be bo'lmoq deb tarjima qilinadi va 3 ta zamonda o'z shakliga ega. O'tgan zamon uchun, ya'ni past tense uchun was were edi deb tarjima qilinadi. Present hozirgi zamonimiz uchun am is are, manmiz, sansizdir deb tarjima qilinadi. Future kelasi zamonimiz uchun will be. Bunda be asosiy fe'l, will esa yordamchi fe'l bo'ladi degan tarjimani beradi. Sizlar bilan bugungi darsimizda to be'ning hozirgi zamon shaklini ko'rib o'tamiz, ya'ni am is are shaklini. To be'ning Hozirgi zamon shakli quyidagicha struktura, ya'ni formulaga ega. Subject plus am is are to be'ning hozirgi zamon shakli plus 6 ta so'z turkumimizdan faqat fe'l kelmaydi, qolgan 5 tasi noun, ot, pronoun, olmosh, adjective sifat, adverb, ravish, number sonlar keladi. Bunda subject ega, shuni ham aytib o'tish joiz. Misollar keltirilgan. I am a teacher, men o'qituvchiman. Bunda I subject, am to be'ning hozirgi zamon shakli, teacher noun bo'lyapti bu yerda. Bo'lsa non artikel. Keyingi misollarni ko'rib chiqamiz. It is me, bu men. Tom is ill, Tom kasal. She is out, u tashqarida. Anna isn't 30 years old, Anna 30 yoshda emas deyapti. Ega olmosh bo'lganda tuslanishini ko'rib o'tamiz. O'zi asosan egalar, mana shu egalar ikki turga bo'linadi. Olmosh ega va ot ega. Buni keyinroq ko'rib o'tamiz. Demak, olmosh ega, asosan olmosh ega bilan tuslanishini ko'rib o'tamiz. Ega bilan kesimning moslashish jarayoni fan tilida tuslanish deyiladi. Demak, o'zi asosan olmosh egalar ingliz tilida 7 tani tashkil etadi. I, he, she, it, I, you, he, she, we, you, they. Yuning ikkita shaklda ham ishlatiladi, ya'ni siz, sizlar degan tarjimani ham beradi. Bu quyidagicha tuslanadi. I men deb tarjima qilinadi. Birinchi shaxs bo'lib, unga am ishlatiladi. Ingliz tilida qisqartirish tushib qolgan harfning joyiga apostrof, ya'ni o'zbek tilidagi tutuq belgisi qo'yiladi. Mana I am ning qisqartirish shakli qarshisida berilgan. I am mana shu shaklda qisqaradi. Demak, she, it uchinchi shaxs bo'lib, he o'g'il bolalar uchun u, she qiz bolalar uchun u, it narsa va predmetlar uchun u degan ma'noni beradi va bular uchun umumiy shaklda is ishlatiladi va hammasi ham bir xilda qisqaradi. I harfi tushib qoladi. Ko'plik ega, ko'plik olmosh egalarimiz we, you, they boya aytib o'tganimizdek. Bular uchun umumiy holatda bularga ham are ishlatiladi, are. Are ham qisqarish jarayonida a harfi tushib qoladi. Inkorlarni ko'rib o'tamiz. Inkorning qisqartirish holati asosan ega olmosh bo'lganda to be inkor gapda ega olmosh bo'lganda ikki xil shaklda qisqaradi. Ammo am notning ikkinchi qisqarish holati yo'q. Ya'ni am not faqat mana shu tarzda qisqaradi, boshqa qisqartirish holati yo'q. Lekin boshqalar desa, mana he, she, it, bunda I ham tushib qolishi mumkin, o ham tushib qolishi mumkin. Ko'plik shakllarimizda ham a ham, o ham tushib qolishi mumkin, ya'ni notdagi. Not o'sha inkor yuklanmasi hisoblanadi. He, she, it mana quyidagicha qisqargan, I tushib qolgan misollar berilgan. Ko'pligimizda ham xuddi shunday. Ingliz tilida har bir formula 3 xil strukturaga ega: darak, inkor. Bugungi darsimizda sizlar bilan to be'ning darak hamda inkor shaklini ko'rib o'tyapmiz. Demak, boya aytib o'tganimizdek, eganing ot shakli ham mavjud. Ega ikki xil turga bo'linadi degan edik. Olmosh ega va ot ega. Demak, ot egani ko'rib chiqamiz. Ot egada tuslanishini ko'rib o'tamiz. O'zi asosan ingliz tilida birlik otdan ko'plik otni yasash uchun biz birlik otga es va es qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaymiz. Masalan, a car, two cars. Bitta mashina, ikkita mashinalar. To be, mana shu to be, ya'ni am is are. Darak gapda ega
ot, ya'ni boyagi hozir o'tayotganimiz ot egamizda to be hech qachon qisqarmaydi. Ya'ni car is bunda hech qachon I harfini tushirib qolishimiz mumkin emas. Mana shuni olib tashlashimiz mumkin emas. Teacher is, misol uchun teacher is coming deyotgan bo'lsak, teacher ustoz o'qituvchi kelyapti desak, bunda o'sha aytilganidek yoziladi. Isni o'zi to'liq yoziladi. Hech qachon I harfi tushirib qoldirilmaydi. Demak, asosan ot egalariga kim, nima, qayer so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar kiradi. Bularga misol uchun mana teacher, car, village'larda berilgan. Inkor holatimizda ham to be inkor gapda ega ot bo'lganda ham bir xil qisqaradi. Ya'ni notdagi o harfi tushib qoladi. Mana inkor gapda ham bir xil holatda qisqaradi, lekin darak gapda qisqarmaydi dedik. Faqat inkor gapda notdagi o harfi tushib qoladi. Hech qachon I harfini tushirib qoldirmaymiz, qachonki ega ot bo'lganda. Ularga misollar keltirilgan. Car isn't run, car isn't run bo'lsa, mashina yurmayapti bo'ladi. Ko'pliklarni ko'rib o'tamiz. Ko'pliklarda ko'pliklarimiz uchun boya aytib o'tganimizdek R ishlatiladi. Ot egamizda ham ko'pliklar uchun R ishlatiladi. Ega uchun o'zi umumiy holatda ko'plik egalari uchun R ishlatiladi. Teachers, misollar teachers, ko'plik inkorda ham faqat o qisqaradi dedik. Ko'plik darakda hech qachon qisqartirish holatiga duch kelmaydi va inkorda faqatgina notdagi o harfimiz qisqaradi. Village qishloqlar. Demak, birinchi unitimiz to be haqida batafsil ma'lumot shulardan iborat edi.